Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar, dugonajonlar, hurmatli tinglovchilar. Siz yana Baxtli yashash sirlari kanaldasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yana bugun bir mavzu yuzasidan suhbatlashamiz. Bugungi mavzumiz aqlli kelin qanday bo'lishi kerak? Agar ruxsat bersangiz, bu mavzuni men hikoya tarzida o'tkazsam. Dilafruz sekin qo'shnining darvozasini taqillatdi. "Qo'shni, uydamisiz? Kelavering qo'shnijon", dedi Nazokat opa iltifot bilan. "Qo'lim tuproq edi, gullarning tagini yumshatib turuvdim." "Uzr unda", xijolat tortdi Dilafruz. "Anavi go'sht maydalagichimning tishi sinib qolgan edi. Mumkin bo'lsa, go'sht maydalagichingizni berib tursangiz, darrov qaytaraman." "Bexijolat", dedi Nazokat opa va oshxonada ovqat qilayotgan qiziga yuzlandi. "Shahlo qizim, go'sht maydalagichni olib chiqib bergin." "Xo'p, oyijon." "Qo'shni, sizga mazada, juda havasim keladi. Qizlaringiz dastyor bo'lib qoldi-ya. Hamma ishlaringizni qo'lingizdan olishdi. Hovli joylaringiz ham top-toza. Gullar ochilayotibdi. Havasim keldi. Meni ham yumushlarim qachon yengillashar ekan-a? 4 o'g'ilning osh-ovqati, kiri, yana har birining injiqliklari, darslarini qildirish, maktabga olib borish. Mayli, shularni ham boriga shukur. Yaxshi tashvishdan ayirmasin, qo'shnijon. Buning ustiga kelin-ketimni aytmaysizmi? Qaynona onam ham 90 yoshdan o'tdilar, xudoga shukur. Bu kishini ko'rgani qarindoshlar tez-tez kelishadi. Mehmon kelsa, lekin juda xursand bo'laman. Xizmat qilishdan qochmayman. Qanaydir toliqaman-da. Nimalar yotibman. Gap xaltam ochilib qoldi-ya. Bora qolay. Biznikiga o'ting, qo'shni. Tezroq borib biron bir tang'iz ovqat qilmasam, qaynona onam ham qayerga hayallab ketdi deb qoladilar. Ovqat solayotib, Dilafruz uzoq xayolga surdi. Turmush o'rtog'i oilada kenja o'g'il edi. Hamma opa-akalar uyli-joyli bo'lib ketishgan. Lekin kenja kelinni hamma aka-ukalar, opalar, qarindoshlar yaxshi ko'rishadi. Chunki u ham kelgan mehmonlarni ochiq chehra bilan kutib olar, mazali ovqatlar tayyorlar. Keksa qaynota, qaynonaning xizmatlarini, hurmatlarini joy-joyiga qo'yardi. Kim nima xizmat aytsa, yo'q demay bajarar edi. Ketma-ket 2 o'g'il farzand dunyoga keltirdi. Yumushlari yana ko'paydi. Shu zaylda umr o'tib borar edi. Yana bo'sh paytlarida pardalar, chiroyli ko'ylaklar, ko'rpacha, yostiqlar tikib, elning xizmatini ham qilardi. Hamma undan minnatdor edi. Turmush o'rtog'i doim ta'kidlardi. "Oyisi, agar ota-onamga yaxshi qarab duolarini olsang, kelinlaring ham bir kun seni xizmatingni qiladi. Men ham sendan rozi bo'laman." Oradan vaqtlar o'tib, balki bironta qiz dunyoga keltirarman deb xo'jayini bilan maslahat qildi. Lekin Allohning aytgani bo'lar ekan-da. Yana ustma-ust 2ta o'g'il ko'rdi. Boriga shukur, bergan ne'matiga shukur deb qo'ydi. Doim bir xil yumushlarni takror qilsa ham birovga nolimadi, noshukurlik qilmadi. Kelgan mehmonlar ham bu kelinni juda aqlli kelin, biror marta nolimaydi-ya. Qaynona onajonini ham farishtalardek qilib qo'yibdi. Qo'li ham juda pazanda, shirin. Ilohim sog' bo'lsin. O'ziga ham o'zidan-da ziyod aqlli kelinlar tushsin deb duo qilishardi.
Bu gaplardan quvongan Dilafruz yana kuch olib ishlardi, xizmatlarni qilardi. Go'yo ko'z oldida o'zining ham bir-biridan chiroyli va aqlli 4 kelinchagi "Voyjon, bizaga nima xizmat bor?" deyayotgandek. Shunda shirin xayollarini qaynonasining "Kelinjon, ovqatingiz tayyor bo'ldimi?" degan ovozlari buzdi. "Olib boryapman. Hozir salatlarni idishlarga solayotgandim", dedi aqlli kelin. Mana shunday bizning aqlli kelin. Hurmatli tinglovchilar, sizlarda ham aqlli kelinlar, o'rnak bo'ladigan kelinlardan bo'lsa, fikrlaringizni yozing. Zora yoshlarimizga namuna bo'lsa, ularga o'rnak bo'lsa. Tinglaganingiz uchun rahmat. Izohlarga qoldiring. Xatolarimiz bo'lsa, uzr so'raymiz. Keyingi suhbatimiz qiz bola ota uyiga mehmondir.